Xursandchilik kelgisi, kelajakda ular ham qo'llaridan kelgancha ihson tarqatadi. Yetim bolalarga kafil bo'lishlikda ajr mukofotlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan jannatda shundoq qo'shni bo'lib turishlari bilan bashorat berganlar. Ya'ni ham jannatiy bo'ladi, ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqin qo'shni bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki bir yetimni boshini silasa, qiyomatda jannatda men bilan shunday qo'shni bo'ladi deganlar. Yetim bolalarga kafillik qilayotgan insonlarni Alloh taolo jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng oldi maqomida turishlikka nasib qiladi. Bunda ham eng oliy mukofot Allohning rozichiligini olish deb o'ylayman. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, men bilan jannatda birga bo'ladi deb qo'llarini ko'targanlar. Rasulullohning va'dasi men bilan qo'shni bo'ladi degan, Rasulullohning qo'shni bo'ladi. Biz bunga ishonamiz, amal qilamiz. Endi bu kafillik olganlarga oparin deymiz. Payg'ambar bilan ihson bilan qo'shni bo'lish nimasiga musharraf bo'ladi bular. Yetimlarga ehson qilish baxtini, ne'matini Alloh hammaga ham nasib qilmaydi. Bu ne'matni bergan bandalarga, kafirlarimizga Allohning mukofoti bo'lsin. Qo'shni bo'lish jannatlarda Xudo xolasa, shafoatlarga erishish, sunnatlarini tiriltirish. Ihson mukofoti faqatgina ihson. Bir insonga bir deb bersa, Alloh taolo uni bizga 10 baravar, 100 baravar kerak bo'lsa 700 baravarda qilib beradi. Buni Xudo taolo Qur'oni Karimda o'zi marhamat qilib aytadi. Ya'ni sen 1 deb bersam, men 10 deb beraman deydi. Albatta ihson qiluvchiga yaxshilik qaytadi. Eng oliysi Allohning rozilikligi. Ihsonning mukofoti ihson. Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Qancha ihson qilsa boylik kamayib qolmaydi, albatta ko'payadi ekan. Bilim bersangiz bilim sizga kamaymaydi-ku, ko'paygan sari. Ihson deganda bir anhor yonida bir quduqchadan qancha suvni olib chachsangiz kamaymaydi. Ihson ham shunday. Xudo xolasa ihson qilgan odamga Xudo baraka beradi. Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Bu hayotda olganing emas, faqat berganing qoladi deydi. Bu ko'p ustozlarimiz aytishgan, bunga guvoh ham bo'lganmiz. Shuning uchun vaqti borida ehson qilib qolaylik. Imkon borida. Bandasi bir birodariga yordam berib turar ekan, Alloh ham albatta u kimsaga yordam berib turadi. Siz ham safimizga qo'shiling. Har seshanba Andijon viloyati Baliq tumanida yetim bolalarga mana shunday ehsonlar tarqatiladi. Xudo ehson qilguvchilarni hammasini ehsonlarini dargohida qabul qilsin.